Arqon nimaga? Sparliydi. Va Bilol aka hormay nima bo'pti? Mashalloh, xonadonni qara. Kul turibdi-yu. Aka nima bo'pti? Nechta o'zi? 167 ming. Nimasi 167? Ha, kilosi bo'lmaydi, turishi 167 ming. Ikkita o'tuga joylashgan, 6 ta xona, 3 ta sanuzil, qarang. Kafil, travertin, hammasi chotki, patkiloj, tayyor holatda. Shu uy 167 ming. Aka, u 167 ming kelishadigan joyi bormi? Albatta, sunnatiga jichi o'tadigan joyi bor. Qarang, kirib kelasiz. Bitta mashina qo'yish joyi, yopiq navesosida tapchali zona, letniy oshxona, hojatxona. Mashalloh. Hammaga shunaqa nasib qilsin, xonadonlar. Yurichan qizartirib ketasizlar. Pastga e'tibor qarating. Kulib turibdi-yu, qarang, qilt etmagan, tayyor, travertin, atechento, xonalarga bitta e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, qarang, studiyniy formatda hol, chiroyli holatda, qarang, kirib boryapsiz, studiyniy formatda hol, sizga kulib boqib turibdi. Chap taraf. Ayollarimiz uchun sevimli bo'lgan oshxona. Mebellari bilan razvijon oyna qo'yasiz, hidi chiqmaydi. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan san uzunimiz, kafillari bilan bit qazib qo'yilgan holatda. Endi zalga e'tibor qarating, hoji aka, mehmonlaringiz ko'p shu yerda, bemalol kutib olish imkoniyati bor. Hajm, balandlik, kattaligiga e'tibor qaratasiz. Ota-onalar yotoqxonasi, parda, tarket, uyg'unligiga e'tibor bering. O'ziga yarashib turgan san uzuli ham bor. Ota-onalar yotoqxonasida, aka? Mashalloh. O'zini sanuzuli bilan, ha? Yomon emas. Zinalarga e'tibor. Quruvchilar, qurish ham oddiy zina emas. Baquvvat, qarang. Endi birinchi qavatda xonadonning yuragi, santexnik ishlar joylashtirilgan. Ikkinchi qavatda xonalarni ko'radigan bo'lsangiz, 4 ta xona joylashgan, 2 ta sanuzil. Bolalar yotoqxonasi, zal, ota-onalar yotoqxonasi. Otabek, nima deysiz? Ko'rishdingiz xonadonni? Nima deysiz? Xonadonni ko'rdinglar, endi ikkinchi qavatda ham bitta ko'rsatamiz. Voy, lekin aka, gap bo'lishi mumkin emas. Qarang, zina bo'ylab chiqib. Kilolab sotsa nech pul bo'lar ekan? Ozgina tabassum zarar qilmaydi. Chiqib boryapmiz, qandilga ko'zingiz tushadi. Yaltirab turibdi. Mashalloh, tabarakalloh. Zo'r. Hammaga nasib qilsin. Chap taraf bitta bolalar yotoqxonasi. Hajm balkoni bilan. Balkoni bilan bo'ladi. Ota-onalar yotoqxonasi, qarang. Eshiklarni baquvvat. Rangi qarang, uyg'unligi, arqon ham qo'yib qo'yilgan. Arqon nimaga? Arqon parda. Pardani arqon nimaga? Sparliydi. Endi ozgina hazil-huzul qilamiz, rozi bo'lasizlar. Общий sanuzil. Общий sanuzil. Bu tarafda bitta bolalar yotoqxonasi. Bolalarga ham shu narsa bo'lib ketdi-da. Har bitta bolaga bitta borami? Zalda kichkina bo'lib qoldim. Hajm katta, balandligiga e'tibor bering, lustra havoylanish uchun joy tashab ketilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hammamizga nasib qilsin. Akalar, niyat qilib qo'yinglar, Allohga oson. Allohga oson, to'ppa-to'g'ri. Prikolga rozi bo'lasizlar. Aniqlik kiriting. Manzilni tushuntiring. Manzil aytadigan bo'lsa, Yangi Toshmina postidan 2 kilometr, taxminan 2,5 kilometr kirib kelinadi. Damaru bilan ham kirsa bo'ladi, Ins bilan ham kirsa bo'ladi. Chap qo'lga shu xonadonimizga kelasizlar. Hali o'tsanglar, lokatsiyani tashib beramiz. O'zimizga kelaversiz, o'zimizdan ko'rsatamiz. Egalarini ham o'zlari ham ko'rsaturishadi, muammo yo'q. Mana qarang. Start 167 ming akalar. Hoji aka, siz uchun qurilgan uy kabi. Bosasiz. Bu turishi 167 kilosi metr emas. Lekin baribir mana arqon nimaga kerak? Bilganlar yozib ketinglar. Arqon pardani boylashga. Joninglar sog' bo'lsin. Kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Like sizlardan bitta. Shunaqa obuna bo'lib, ozgina paddeshga qo'ymasanglar, cho'ta bo'lmayapti. 50 mingtaga chiqa olmayapmiz. 50 mingtadan 100 mingga harakat, biratanda 100 mingga harakat, banda 50 mingga harakat. Qo'llab-quvvatlab paddeshga qo'yarasizlar. Charchamanglar, sog' bo'linglar.